Assalomu alaykum do'stlar. Buxoro viloyatidan Farid akamiz kelganlar. Mana yurak urishiga chiqib ko'ryaptilar mana. Uni oyog'i mana bunday qayrilib chiqib turibdi ekan. Hozir 4 oy 13 kunlik atrofida ekan. shunday. Mana qovurg'alari. Sal o'ynasa bu yurak ko'rdik-ku, o'sha yurak ko'rishimiz kerak. Mana o'tib ketdi salgina. Sal qaytarasiz. Mana yurak. Sal qaytaring. Shunday ekan, mana karinkollar ko'rinadi. Mana silik va chegarada. Yana dam ichkariga kirsangiz, bolalarning anasini ham ko'rib olamiz. Jinsini. Jinsini aka 2,5-3 oylikda atrofida ko'rasiz. U kattalar o'sha qo'lingiz yetib olmaydi u joyga. Hozir necha kunlik deyapti? 4 oylik. Endi yalanaydigan. Bo'ldimi? Nima deyapti nima qilamiz? Yaxshi. Bo'ldimi? Zakonni ko'ring. Zo'r aka. Nima deyapti nima kerak ekan? Shuni qo'yib qanaqa Qalay aka? Chotkimi? Akamga o'zi o'rgatish ham shart emas ekan. Pashta o'sha qo'li tiqqan ham 1 oy уже bilyaptilar. Hozir mana apparatni yuvish jarayoni. Mana gap qo'y. Suvni so'ng aka. Bemalol. Apparatni o'zi ham suvga chidamli. Tiqolsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, o'zini o'rgatish jarayoni mana qaranglar. Bo'g'oz mana sigirga mana ho'kiz sakrayapti. Bu 3 oylik, 6 oylikda shunday holat bo'ladi, lekin sigir bermaydi. Lekin ikkalasi farq qiladi. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun обязательно uzi qildirib olishimiz kerak mollarni. U aniq ishonch hosil qilgandan keyin ho'kizga qo'ydirsak bo'ladi. Ho'kizlar ham sal hozir aynigan. Sakrab ketaveradi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan Farid akamiz bo'ladilar va ularning ochalari. Xush kelibsizlar. Soat 2 yarim kechasi shu vaqtgacha endi o'rganishdaydik. Ot uzi qildik va kechasi qolib ketdik. Mana akamiz o'zlari. Ularga ham rahmat. Sabr qilib yurishdi. Uzi apparatni RKF T1 degan modeldan qilib berdik. Bu sensorli 10,000 amper va 27 sm chuqurlik ko'ra oladigan apparat. 2 yil garantiyasi bilan qilib berdik. Aka qanday apparat? Ko'rdingiz. Endi siz lekin sizga men ta'm berdim. Qo'lni tiqdilar, уже 1 oylikdan biladilar. Bu apparat endi akam uchun faqat odamlarga ko'rsatish uchun kerak ekan. Endi qanday aka? Yaxshi, a'lo daraja. Zo'r. Sizga kerak ham bo'lmas ekan lekin aka. Endi zamon talabi qiladi. Kerak bo'ladi endi. Bitta bu rektal uchun emas, xudo xohlasa buni boshqa organlarni tekshirish uchun ham ishlatamiz, xudo xohlasa. Inshaalloh. Xudo xohlasa, haqiqatan bu apparatlarni bitta faqat bolani qisir bo'g'ozligini emas va boshqa organlarni ham tekshirsa bo'ladi. Faqat buni masalan mening tajribam yo'q. Misol uchun jigarni fiziologik holatidan patologik holati qanday ko'rinishda bo'ladi? Ularni biz bilmaymiz. Endi o'zimiz ustimizda ishlasak agar buni o'rganib olamiz. Undan tashqari fiksatorlarimiz va termometr gellarimiz shu mahsulotlardan qilib berdik. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlarimiz, joningiz va molingiz sog' bo'lsin.